Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Manzuraxon opajon, siz bilan bog'landikmi? Ha, Salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? ha, rahmat. Biz sizga ayni damda Dilimdagi maktubim loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Boshlovchi Surayyo bo'laman. Rahmat. Bugun tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yetkazilishi kerak bo'lgan tabrik xatimiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga yaqinlaringizdan kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Bilmasam endi. Oila a'zolarim, dugonalarim, do'stlarim. Ushbu tabriknomani sizga jiyaningiz Muhammad Siddiq, barcha yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz nomidan dugonangiz Gulsoraxon opa yo'llayaptilar. Voy, rahmat. Tanjam sog' bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, ular yo'llayotgan darsxonlarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum, mening go'zal dugonajonim. Bugungi tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Senga avvalambor sog'lik, salomatlik tilayman. Meni va barcha yaqinlarimiz baxtiga doimo sog' bo'lib yurgin. Nur yuzligim, qadrligim o'zimni. Garchi o'zingga ko'p aytmasam-da, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Vaqtimizga har doim sog' va salomat bo'lib yurgin. Qadrligim, mehribonim, seni bilib bilmay xafa qilib qo'ygan bo'lsam, meni kechirgin. Agar vaqtida hayot yo'llarida yelkadosh bo'la olmagan bo'lsa, mendan ranjima. Sen mening sabrligimsan, qadrligimsan, o'zimning chiroyligimsan. Har doim Allohimning panohida bo'lgin. Hamisha shunday go'zal, mehribon bo'lib, vaqtimizga qo'nib yashagin. Baxtimga har doim sog' va salomat bo'lgin. Dugonajon, ilohim Allohim senga ikki dunyoning sog' bu saodati, rohat va farog'atini bersin. Kelajakda baytullohlarga bir necha marotaba borishlik, Allohimning uylarida qayta namoz o'qishlik nasib ro'sa aylasin. Dugonajon, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyolarcha yaxshi ko'raman. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda dard ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshifta qalbingiz to'ymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling doim qadrdon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya ushbu ajoyib she'rni ham taqdim etishimizni so'rab qolganlar. Rahmat. Opajon, agar o'z yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, mehribon dugonangizga yo'llamoqchi bo'lgan darsxonlaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Hamisha birga bo'laylik do'stim bilan. Yaxshi yomon kunlarda. Opajon, yana bir bor siz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, ishlaringga omad.